Assalomu alaykum barchaga. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi mavzumiz sotuv bo'limini 0 dan 7 ta qadamda optimal, kuchli sotuv bo'limiga aylantirish uchun nimalar kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda bu aniq maqsad qo'yishimiz kerak. Sotuvchilar uchun qanaqa yo'llar amalga oshiramiz? Bu degani qanaqa maqsadlar bo'lishi mumkin? Bu hozirgi bizning klientlar bazamizni расширять qilishmi yoki bo'lmasa yangi klientlarni topish kerakmi yoki yana повторный звонокlar amalga oshirgan holatda sotuvlar qilishmi, barchasini ko'rib chiqishimiz kerak. Aniq maqsadimizda. Demak, maqsadning ichiga nima kiradi? Birinchi o'rinda finansiy o'zingizni qanaqa modulingizdan kelib chiqqan holatda sotuvni amalga oshirish kerak bo'lgan va sotuv bo'limini qurayotganda shuni hisobga olishingiz kerak. Birinchi o'rinda qanchalik объемli sotyapsiz, qancha marja qolyapti sizga, qancha foyda qolyapti, qanchalik marjaga olib chiqishingiz kerak kompaniyangizni, sotuvchilarga qanaqa planlar qo'yiladi. Aytaylik, kompaniyangiz 50 million so'm bir oyda sotuv qilyapti, marjangiz qolyapti deylik va sotuvchiga nechta plan qo'ysangiz bo'ladi. Mahsulotingiz o'rtacha cheki 1 million bo'lsa, 50 million chiqarish uchun bitta sotuvchingizga 50 ta сделка to'g'ri keladi. Shuni asosida birinchi o'rinda finansiy o'zi planimizni qo'yib olishimiz kerak. Buning ichiga расходlaringiz kiradi, svetga, xodimning oyliklari, logistika, skladingiz va hokazo. Qanaqa расходingiz bo'lsa, barchasini bitta doskaga yozasiz, qanaqa расходlaringiz borligini. Ikkinchisi, qanaqa foyda ko'rmoqchisiz? Qanchalik foyda qilishingiz kerakki, aytaylik, kompaniyangizni ushlab turish uchunmi yoki kompaniyangizni rivojlantirish uchun. Demak, birinchi o'rinda aytaylik, meni расходim 100 million bir oyda bo'lsa va men bir oyda toza sof foydani 500 million qo'ymoqchiman. Shunda aytaylik, 500 millionda o'rtacha mahsulotim cheki 2 million bo'layotgan bo'lsa, demak bir oyda men kamida 100 ta сделка qilishim kerak. 100 ta сделка qilishimni amalga oshirish uchun o'rtacha 5 ta sotuvchini oladigan bo'lsam, har bitta sotuvchimga 20 tadan сделка berganda holatimda men shu narxlarni, summalarni chiqara olaman. Demak, birinchi o'rinda maqsad qo'yamiz. Ikkinchi o'rinda demak, sotuv bo'limining strukturasini chizib olamiz. Xohlasalaring кружочек qilib, strelka qilib, kvadrat qilib chizib olsalaring bo'ladi. O'zlaring qulay uslubda. Birinchi o'rinda direktor tayida zam direktor, keyin sotuv bo'limi tayida sotuv bo'limi rahbari, sotuv bo'limi rahbari tayida menejerlar yoki starший menejer va hokazo. Demak, polniy strukturasini chizib olishimiz kerak. Sotuv bo'limini nimadan iborat yoki o'sha polniy struktura ishxonanikini chizib olsak bo'ladi. Chunki bitta narsa borki, sizda zo'r sotuvchi bo'lishi mumkin, lekin u david qilishda bilmasligi mumkin. Sotuvni oxirigacha yopishdi. O'shanda sizga o'sha yopuvchi, aytaylik, o'sha kommersiya предложение tayyorlovchi yoki operatsion ishlarda qiluvchi xodim kelishi mumkin. Xuddi o'shanaqa har bitta lavozimda qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Chunki ko'p sotuvchilar zo'r sotishi mumkin, lekin o'sha qog'ozlar bilan tushunmasligi mumkin. Shuni hisobiga 2 soat yoki 3 soat yo'qotib qo'yishi mumkin ish davomida. Sizga birinchi o'rinda yopish shart. O'sha sotuvchilar nimalarini, сделкalarini va o'sha to'lovgacha olib kelish kerak bo'ladi klient bilan. Qolgan joylarini, strukturani, misol uchun qolgan yetmaydigan odamlarni misol uchun to'ldirib, qaysi lavozimda kim egallashini yozib chizib ketishlar kerak bo'ladi. Va shunaqa narsa borki, sotuvda faqatgina sotuvchini o'zi emas, balki jamoaviy o'yin deydi-ku, futbolda ham jamoa 11 ta o'yinchi bo'lsa, 3 ta hujumchi bo'lsa, o'sha sotuvchilaringiz deylik, 3 tasi yarim himoyachingiz, bu operatsion ishlar bilan shug'ullanganlaringiz, 4 tasi himoyada, bu aytaylik buxgalteringiz, logistik yoki boshqasi. Demak, nimalarda o'sha ключевой ishlarda olib boriladigan xodimlar va varatar, aytaylik, bu rahbar o'zi
barcha to'plarni, barcha jazbalarni, barcha narsalarni hal qilib, o'sha Varataga gol urdirmaslik uchun turaveradigan inson. Demak, o'shani barcha strukturasini chizib olganimizdan keyin bizda aniq bir определенный struktura bo'ladi. Sotuv bo'limimizda kim qanaqa lavozimda ishlashi kerak, kim qanaqa funksiyani bajarishi kerakligi aniq va ravshan ko'rinadi. Uchinchisi, bu sotuv bo'limimizga sotuv bo'limi kitobini, должностной instruksiya, lavozim yo'riqnomasi, skriptlar sotish bo'yicha qanday amalga oshirish kerak, KPI sistemasi, motivatsiyasi, shtraflar, qonunlarni barchasini berishimiz kerak bo'ladi. Chunki agar sotuvchi ishga kelganda lavozim yo'riqnomasi bo'lmasa, nima qilishni bilmaydi, kun davomida qanaqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishni bilmaydi. KPI bo'lmasa, bir kun emas, bir kun u ham charchaydi. Past oyligi yoki oylik adolatsizlik bo'lyapti degan holatlar bo'lib turib, ishlar olmasligi mumkin. Agar sotuv bo'limini deylik korporativniy knigasi yoki o'sha kitobi bo'lmasa, sotuv kitobi bo'lmasa, bu produkt haqida va qanaqa produkt sotayotgani, o'zi produktni tarixi qanaqa, nima uchun o'zi u produkt ishlatilishini bilmasa, unda mijozlar bilan ishlay olmaydi. Skript nimaga kerakligini tushuntirib beraman. Skriptda biz misol uchun kompaniyani odob axloqi doirasida mijozlar bilan gaplashadigan holatlar yoki kompaniyaga kerakli ma'lumotlar bo'lishi mumkin va o'sha savollarda to'g'ri qo'yilgan holatda sotuvchi sotuvda amalga oshirishi kerak bo'ladi. Sistema shtraflar sistemasiga to'xtaladigan bo'lsak, unda sotuvchi juda ham katta oylik olishi mumkin, lekin agar shtrafi bo'lmasa, ba'zi holatlarda ko'p kompaniyalarda bo'lmaydi, unda motivatsiyasi tushib ketadi yoki xohlagan ishini o'sha sotuvchi qilishi mumkin. Faqatgina o'sha sistema shtrafi bo'lsa, o'shanda to'g'ri qaysi ishi to'g'ri, qaysi ishi noto'g'riligini ko'rsatib beriladi. Mana bitta holat, hatto o'sha korporativ kitobi bo'lmasa yoki mahsulot haqida ma'lumot bo'lmasa, sotuvchi o'sha onlayn tipga to'g'ri sotuv qila olmaydi deb. Bu sotuv kitobini bir varaq yoki 2 varaq yoki 3 varaq emas, balki 100 varaq, 200 varaqda yozishlaring to'g'ri bo'ladi. Chunki eng katta ish ham shulardan iborat bo'ladi. Sotuv bo'limi qurayotganda motivatsiya, skript, sotuv kitobi, lavozim yo'riqnomasi, eng ko'p vaqtingiz ketadigan jarayon shu bo'ladi va shu asosda ertaga siz boshqa xodimni olganingizda unga yana qaytadan tushuntirmaysiz, balki kitoblarni berasiz, barcha narsani aniq va ravshan berasiz. Shunda o'sha sotuvchimiz yana o'rgangan holatda yana sotuv qilishni boshlayveradi. Chunki ko'pincha holatlarda sotuv bo'limida sotuv menejerlari juda ham ko'p alishadi va to'g'ri keladigan sotuvchilar bor. O'sha siz bilan постоянно o'sha sotuv oshish uchun kurashadigan va to'g'ri kelmaydigan sotuvchilarimiz ham bo'ladi. Birinchi qadamimiz bu sotuv bo'limi rahbarini tayinlash. Sotuv bo'limi rahbari qanaqa bo'lishi kerak deganda, ko'p insonlar o'zini sotuvchisini rob qilib qo'yishadi yoki o'sha qanday karyerniy rost bo'ladi, mana karyerniy rost bo'ldi deb rob qilib narsani qilib qo'yadi. Bu juda ham katta xatolik. Chunki rob bo'lish uchun ba'zi ko'proq miqdorda bilimlar kerak bo'ladi va undan tashqari rob boshqacha inson bo'ladi. Oddiy menejerga nisbatan analitika qilishni bilishi, savdoni to'g'ri olib borishi va boshqa nimalar bilan, отделlar bilan kommunikatsiya qilishi, sotuv bo'limini maksimal o'sishga, innovatsiyalar topishga doimo, har doim qadam qo'yadigan inson bo'lishi kerak va ko'pincha biznesmenlarning xatosi bu o'zini eng yaxshi menejerini sotuv bo'limi rahbari qilib tayinlash. Chunki siz birinchi o'rinda kuchli sotuvchingizni yo'qotasiz. Ikkinchi o'rinda rob deganda bu boshqa sport turi deyiladi. Futbol bilan shug'ullangan bo'lsa, sotuvchilaringiz eng zo'r futbolchi deb o'ylasangiz, robli deylik
boshqa sport turi suzish bo'lishi mumkin, o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga roplarni ko'pincha boshqa tayinlashni nima qilib beramiz, tavsiya beramiz. Beshinchisi bu sotuv menejerlarini tayinlash. Sotuv menejerlarini nimani hisobiga ropdan keyin tayinlashni maslahat beramiz. Chunki sotuv menejerlaringiz ko'pincha alishishi mumkin yoki bo'lmasam sotuv menejerlaringiz xayolida biz birinchi kelganmiz, biz o'zi rop qilishimiz kerak edi, biz o'zi boshqarishimiz kerak edi deyishi mumkin. Shuni hisobiga birinchi o'rinda ropni tayinlab turib, keyin menejerlarni ishga oladi. Keyin menejerlarni yopish, o'sha vakансiyasini yopish osonroq. Chunki topish menejerlarni juda ham qiyin masala emas. Topiladi, o'rgatsa bo'ladi va menejerlarni ishga tayinlayotganda birinchi o'rinda kompaniyada qadr qimmatiga tushadigan menejerlar bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda hasabi texnический bilimlarga ega bo'lishi kerak. Programmalarda ishlashdi, kompyuterda ishlashdi. Uchinchisi bu kommunikatsiya ochiq bo'lishi, to'g'ri gapira olishi, klientlar bilan optimistik nastroy holatda gaplashishi. To'rtinchisi uni hech qanaqa muammosi bo'lmasligi kerak. Nimani hisobiga? Bu chunki sotuvda ozgina psixologik davleniya bo'lsa, sotuvchi noto'g'ri gaplarni gapirib qo'yishi mumkin yoki balki kompaniya reputatsiyasini tushiradigan gaplar aytishi mumkin. Shuni hisobiga menejerlarni shartini adbor qilgan holatda, o'zlaring kriteriyalar bergan holatda ishga olishlaring to'g'ri keladi. To'rtinchisi, bu juda muhim narsalardan biri, bu personalni o'rgatishimiz kerakligi. Ko'p insonlarda shunaqa narsa borki, o'zlari o'rganib ketishadi yoki produktni tushunsa bo'ldi, qolganini o'zlari eplab ketishadi degan narsa bo'ladi. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Bu fakt xolos. Demak, o'rgatishimiz kerak. Har bitta qadamni qanday qo'yilishiga, qanday ishda olib borilishiga. Eng zo'r sotuvchini boshqa kompaniyadan sotib olsangiz ham, sizga o'xshash kompaniyadan ishlagan bo'lsa ham, lekin uni ishlab ketadimi, ishlab ketmaydi, bu narsani aniq bila olmaysiz va bitta misol keltirib beraman. Ford kompaniyasida eng zo'r sotuvchisini Ferrari kompaniyasiga olishibdi. Keyin Ferrari kompaniyasidagi sotuvchini Ford kompaniyasiga ishga olishibdi. Shunda eng zo'r sotuvchilar bo'lishgan, ob'yomlar o'sha ko'rsatilgan zelkalarni ikkalasi ham bajarib kelgan holatda kelishgan. Ikkala har xil kompaniyaga. Demak, Ford kompaniyasidagi sotuvchi sotolmabdi va Ferrari kompaniyasidagi ham ishdan chiqib ketibdi. Nimani hisobiga? Chunki Ford kompaniyasidagi sotuvchi Ferrari borganda unaqa qimmat mashinani mijozlarga tushuntirib bera olmagan va katta chek bo'lgani uchun gapirishga xijolat bo'lgan deylik. Undan tashqari Ferrari'daqa obslujivaniya qila olmasdi. Chunki o'zini qadr qimmati bor Ferrari kompaniyasida, mijozlar kutib olish bo'yicha, sotish bo'yicha va Ferrari kompaniyasidagi sotuvchi ham xuddi o'shanaqa. U ham Ford kompaniyasida sota olmagan. Nimani hisobiga? Chunki unaqa jalbali klientlar bilan ishlay olmasligi va o'sha klientlar Fordda doim skidka deydi, shu narsani ham bera olmasligi, chunki Ferrari'da u skidkasi ishlashga o'rgangan va boshqacha maqsadlar bilan ishlagan. Shuni hisobiga ikkalasida ham chiqmabdi va o'sha 6-qadamimizdagi kompaniyangizga mos ravishda o'rgatgan holatda sotuvchilar tayyorgarlik ko'rishini va o'rgatishni maslahat beraman. Oxirgi qadamimiz bu xodimlar uchun nazorat qilishimiz va xodimlarni qanday nazorat qilish bo'ladigan analitikalar yaratilishi, qanaqa instrumentlar bilan ishlatilishi, shu narsalar ham juda muhim. Chunki siz boshliq bo'lsangiz, sizda aniq raqamlar bo'lishi kerak, faqatgina og'zaki gaplar emas. Demak, sizda qanaqa analitikalar bo'lishi kerak? Birinchi o'rinda bu kompaniyada qanaqa o'zgarishlar amalga oshirilyapti, kompaniyada nechta xodim ishlayotgani, nechtasi kelyapti, nechtasi ketyapti, nima sabab ketib qolyapti.
ikkinchisi bu dohodniki va расходniki, demak qancha foyda ko'ryapsiz, qancha расход ko'ryapsiz, qaysi marketing strategiyasi to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri, qayerga to'g'ri byudjetni yo'naltirishingiz kerak. Uchinchisi bu sotuvchilarni, sotuv bo'limini aytaylik, nechta qo'ng'iroq qilishdi va nechta ko'rishdi, qayerdan klientlar kelyapti va qayerda siz yo'qotyapsiz va qanaqa natijalarda misol uchun bu oyda kutsa bo'ladi, dohod bo'yicha, foyda bo'yicha qanaqa natijalar kutasiz. Barchasi aniq ravishda analitika bo'lishi kerak. Xudo xohlasa analitikalarni sizlarga ham ko'rsatamiz, keyingi darslarimizda yaratib chiqamiz. Bizga kerakli ko'rsatkichlar, kerakli raqamlar bo'lishi kerak va qayerda o'sha upustit qilyapmiz aniq sotuvda. Shu narsalarni 7-qadamimizda ko'rishimiz kerak. Chunki bilsalaring, samolyotda ham qanaqa parvoz qilayotganini ko'rsatib turadigan aniq priborlar bo'ladi. O'shanga asoslangan holatda uchuvchilar parvoz etishadi. Hozircha shulardan iborat edi 7 qadamimiz. Keyingi darslarda ko'rish uchun, keyingi videolarda ko'rish uchun iltimos qilinglar va обязательно yoqqan bo'lsa like yozib qo'yinglar. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon